Salom do'stlar. Men sizlar bilan Saman do'stlar. Hozir Saman qayerdasan desanglar, men bugun stadionda emas. Men bugun Dubaydaman. Dubay shekilli, men qayerdan bilay. Короче, Dubaydaman, lekin bu yer nimaligini bilmayapman. Bu yer stadion emas. Ha do'stlar, men Dubaydaman. Hozir men Suriyaldaman. Так что hozir kreativga chiqishim kerak. Bu sizlarga Dubayda obzor qilib berishim uchun. Давайте unda tezda kreativga o'tib olaylik. Va boshladik. Tepaga chiqamiz. Voy billa, nimaga o'xshayapti bu? Hop, mayli, pastga tushaylikchi. Bu yerda ham o'tiradigan joy bormi? Voy billa, necha qavatli bo'lib ketibdi. Billa kallani o'zini qo'yib shnaxuy kerak. Yo, buzib bo'lmas ekan. Yo, buzib bo'lar ekan. Da bu yerdan chiqar ekan. Tepaga chiqamiz. Va mana vertolyot qo'nishga отдельно joy ham ajratib qo'yibdilar. Normalniy. Bu yer ham vertolyot qo'nish uchun, demak uni pasti nima? Pasti bilmadim nimaligini, lekin bu tomonga o'tsak, bu tomondan to'liq ketgan. Bilaman, oltindan. Voy billa, kubik. Yasashga erinmagan odamga ham qoyil qolaman. Bilaman, mana bu yoq nima ekan? To'g'ri, bu yer Dubayga o'xshamayapti, narxga ekan. Bu yer nimaligini bilmayapman. Menga kerak emas bular hech qaysisi. Hozirchalik bu yerlar Dubayga o'xshamayapti, to'g'ri. Hozir biz Dubayga, haqiqiy Dubayga boramiz. Yo-mayo. Bu nimadir chiqyapti ekranda. Voy billa. Tepagacha ko'tarilamiz. Bilsanglar kerak menimcha, Dubayda mana bu yerdan eng katta minoraning ustidan shaharda tomosha qiladigan obязательный joy ajratilgan. Menimcha bu o'sha shekilli. Dubayga borganlar bilsa kerak. Mana bu yer nega bo'sh? Endi qurilayotgan bo'lsa kerak. Bu yerda lekin tayyor mod ekan, o'shani olgandim. Pastga tushamiz. Bunga bile nima edi bu? Kiraylikchi. Yo'q, oddiy. Yo'q, pastda nimadir bormi yoki? Yo'q. Hech narsa yo'q. Oddiy qurib qo'yilgan, tamom. Oddiyga qurilgan. Mana bu qaysi bayrog'iga o'xshaydi bolalar? Kommentariyaga yozib qolinglar, men bilayotganim yo'q. Bu bayroq qaysi davlatning bayrog'iga o'xshaydi? Men umuman bilayotganim yo'q buni. Xo'sh, bu yerda ham hech narsa yo'q. Lekinda bu shaharga odamlar kelsa boru, juda ham cho'tki bo'lardi. Binolar вообще to'g'ri. Ha, mana. Dubaydagi o'sha joy hamma biladi, sahroni. No, bu yoq sahro emas, dam olish uchun joy. Sahro menimcha shu yerdan narigi tomonda bo'lish kerak, lekin bu yoqda emas. Bilaman, lekin Dubayda o'zi bo'lganda u getalarda ham bo'ladi-yu. Lekin getada ham o'sha Dubayda tasvirlangan bo'ladi. Hozir chiqamiz. Bu yoqdan nurlardan nima bor ekan? Xo'sh. Yotoqxona ham qo'yibdi. Bu yer nima bo'ldi? Bilakatdan bino yasab qo'yishibdi, bilmadim nimaga. Mana bu uyda o'zim yotsam ekan, millioner uydek. Ey, to'xtanglar. Hozir gitani eslatib olmayaptimi? Yo'q, men bilmadim, lekin gitaga ham ko'pincha o'xshab ketyapti. Bilaman, uyga qaranglar. Millionerning uyiga
Qoyil. Shu uyda yashagim kelyapti-yu, lekin men kerak emas. Chiqamiz. Bo'ldi, tugadi bu yog'i. Svetofor ham qo'yib qo'yibdi o'zicha. Nima bor? Gullar, voy billahi. Yo'l oddiygina yo'l qo'yib qo'yishibdi. Hozir borib ko'ramizmi aytgan sahro joyiga. Mana bu yoqda ana endi nimalarnidir ko'rgandek bo'ldim, kutubxona ekan. Va mana paydo bo'lganimda chiqqan o'sha stadion, o'sha yerga keldik. Qaytib endi shu tomonda edimi, qayerda edi? Yo, bu tomonda emas edi. Bu tomondamidi? Ishqilib borda shu yerlarda. Mana bu qanaqa bino o'xshamayapti binoga. O'sha ko'rgan binoimga. Hop. Mana bu nima? Qabristonmi? Pizza o'xshatibdilar-da o'zi ham. Dubayda qabriston yo'q shekilli. Bilmasam lekin. O'zi zo'r joyda Dubay ham. Mana bu yer nima joy? Voy billahi. Mana o'sha kema. Yuk tashuvchi kema. Tepaga ko'tarilamiz, mana yorib kelsa nima bo'larkan-a? Hech narsa. Yebili. Qo'yun muhim. Mana bu nima? Bella. Seyahat qilish kerak-da, ha, bu yerlarda. Ha, bu yerlar endi to'g'ri yo'l. Lekin juda ham zo'r taqlangan ekan. Вообще top, vurud top. Bu mod qayerda bor desanglar, Telegram kanalimda bor. Telegram kanalim shu videoni kommentariyasida bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Keyingi videolargacha xayr.